Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yana bir aziz va go'zal tong muborak bo'lsin. Ushbu murodbaxsh tong nafasidan bahra olayotgan barchangizga, boshlanayotgan kun va bugungi ezgu ishlaringizga xayr va baraka tilaymiz. Yaxshi insonlarni beg'ubor tong nashidasi bilan siylagan Allohimga ming bor shukrona aytamiz. Rizqingiz keng, har bir bosgan qadamingiz tavfiq, tavbalaringiz qabul, duolaringiz ijobat bo'lsin. Yaqinlaringiz ichra aziz bo'lib yurishingizga tilaymiz. Murodbaxsh seshanba tongi xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum qadrbaron, qadrdonlar. Yaxshidan-da yaxshilari, azizdan-da azizlarim. Mening eng qadrdon bo'lgan, kuzatib borayotgan qadrdonlarim. Sizlar bilan yana bir bor yaqin daqiqalar ichra tabriknoma loyihasi Kamina Muhammadjon chiroyli suhbatlarini davom ettiradi. Ushbu sanada kimda-kim tavallud ayyomlarini nishonlayotgan, qayd etayotgan bo'lsa, chin yurakdan muborakbod etamiz. Tavallud ayyomlar barchangizga muborak bo'lsin. Xususan bizga murojaat kelib tushgan Zulfiyaxon onajonim bugun 59 yoshni, 59 bahorni qarshi olmoqdalar. Onajonim, tavallud ayyomlar, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. 59 yoshni qarshi olmoqdasiz, 59 bahoringiz muborak bo'lsin. Hech qachon yuzingizdan kulgu tabassum arimasin. Farzandlar baxtiga, jigarlar baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Alloh bergan umrni go'zal, fayzli, barokatli, mazmunli, esda qolarlik darajada odam ko'rsa, havas qilgudek darajada yashash nasib ro'z eylasin. 59 bahorni bugun qarshi olmoqdasiz. Kelasi yil mana shu paytlarda Allohning barakotli kunlarida 60 yoshni qarshi olish nasibi ro'z eylasin. 70 yoshdan yetaklashib, 80 yoshdan sakrab, 90 yosh bilan to'qnashib, 100 yoshlarga kirib yurganingizda chiroyli tabriklarni, yaxshi niyatlarni yetkazish nasibi ro'z eylasin. Hamisha jigarlarga, farzandlarga, nabiralarga chiroyli duogo'y onajonisi bo'lib yurish nasibi ro'z aylasin deymiz. Bizga yaqinlaringiz murojaat qildi. Ukangiz Abdushukur, uni umr yo'ldoshlari Latifaxon opajonim, farzandlari Madinaxon, Abdurashid, Odinaxon, kenjatoy qizi Muhayyoxonlar nomidan sizga uzoq umr, baxt tilab qolamiz. Hozirda Rossiyani Surgut shahrida ishlab istiqomat qilib yurgan, mehnat faoliyatini yuritayotgan Madinaxon jiyaningiz nomidan alohida tabriklarni yetkazib qo'yarkanmiz. Bilaman, ular ham chiroyli tilaklarni, tabriklarni, yaxshi niyatlarni, qalbidagi tilaklarni yetkazmoqda. Ilohim, mana shu jigarlar baxtiga hamisha sog' va salomat bo'ling. Dunyo turguncha turing. Farzandlarni orzu havasini ko'ring. Ijozat berasiz, onajonim, Zulfiyaxon onajonim, o'sha jondan aziz, mehribon jiyaningiz Madinaxon opam nomidan 2 qator chiroyli satrlarni o'qib beraman. Ammajonim, ammajon. Buzrukvorim, jigarim, menga juda mehribon. Yo'limga zor maqtalim, ammajonim, ammajon. Erkalatgan har doim, qo'limga tutqazib non, mehri daryo sho'x soyim, ammajonim, ammajon. So'zlari boldan shirin, yuragimga qadrdon, tug'yonlari yashirin, ammajonim, ammajon. Erkalar jiyanim deb menga bergan go'zal nom, berar hayotimga zeb, ammajonim, ammajon. Seni yaxshi ko'raman, toki turguncha jahon, tez-tez yo'qlab turaman, ammajonim, ammajon. Hayotimga baxt to'lar, siz yo'qlagan o'sha on. Sizga o'xshagim kelar, ammajonim, ammajon. So'zlari dilga malham, dunyoda xush zabon, mening ikkinchi onam, ammajon, ammajon. Ammajonlari, jiyanlar baxtiga sog' salomat bo'ling. Yaqin daqiqalar ichida xonadoningiz mehmoni tabriknoma loyihasi bo'ldi. Tavallud ayyomlarni chiroyli nishonlash, chiroyli o'tkazish nasibi ro'z aylasin. Zulfiyaxon onajonim, yana bir karra 59 bahoringiz muborak bo'lsin. Sog' va salomat bo'ling.